Mana bu trendga chiqib ketgan Audi A6 S-Line bilasizlar sotuvda edi. Zo'r narx turuvdi, lekin Dilshod akamiz, klientimiz va obunachimiz keldi, biz bilan savdolashdi, kelishuv qildi. Shartimiz yo'qdi bularga. Bugun mashinani xudo xolasa ochib ketadilar. Dilshod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilarimiz uchun bir ikkita gap akajon. Sash aka, bu mashinani ancha oldin kuzatgan edim. Ancha oldin qo'ygandilar. O'sha payt imkoniyatimiz yo'q edi. Lekin mana Xudo mana shu kunga nasib qilgan ekan. Keldik, yoqdi, mashina yoshligimizda ko'rib katta bo'lgan mashina bu model. Audi brendi ham ishonchli, podvodit qilmaydigan model. Shuning uchun keldim, savdolashdik, ancha savdolashib o'tirib, bitta kelishuvga keldik. Aka chiroyli skidga qilib berdi. Aytgan narxdan ham o'tib berdi. Buzib tashladingiz lekin. Ya endi kelishuvimiz zo'rmi? Zo'r bo'ldi. Shartimiz zo'r bo'ldimi? Yana bonuslar bo'ldimi? Bo'ldi. Imенно Xurshid detailingida xudo xolasa bu mashina bonusga ketadi, imенно mana Dilshod akamiz uchun, to'g'rimi? To'g'ri. O'rtada o'zim hal qilib beraman buni dedilar, muammo bo'lmaydi dedilar. Shu anaqani aytdilar, bonuslarni ham. Bo'lmasam shuni aytmasalar ham bo'lardi. Da. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin dedilar. Самое главное, bizdan rozimisiz? Roziman aka. Aka, Alloh xayrli qilsin, tabriklayman. Zo'r mashinani tanladingiz. Rozi bo'linglar sizlar ham xizmat. Kelinglar, xudo xolasa sizlarga ham hal qilib beramiz.